Jangchi. Badaviy tarixiy asar. 13-qism. Bizni o'z yurtimizdan quvlab chiqardi. Bani Isroildan kimni tutib olsa, nahaq o'ltirdi. Qulluqqa majburladi. Jalut tökkan qonlar daryo bo'lib oqdi. Agar uni to'xtatmasak, bizning qavmimiz yer yuzidan qirilib tugab ketishi mumkin. Shuni biz urush qilib, zulmdan qutulishimiz uchun bizga oramizdan bir podshoh tayinlab bergin. Ey Allohning payg'ambari, dedi bütün xaloyiq. Şamil alayhissalom qavmining shavqini besilgan hamon o'rnidan turib, "Men Rabbimga duo qilaman. U xolisa podshohni qandoq tayinlashni va kimni podshoh qilishni menga vahiy qiladi. Keyin men sizlarni chaqiraman," dedi. Şamil alayhissalom munbardan tushib, kelgan yo'lidan orqasiga qaytdi. Odamlar urush qilamiz. Qachongacha zulmga qarab turamiz? Biz Allohning payg'ambari Yaqub alayhissalomning qavmi turib, nimishqa bo'zaq qilinamiz? Alloh bir podshoh avatgan bo'lsa, Jalutning adibini berib, bizning o'chimizni elib bergan bo'ladi, degan gaplar bilan tarqaldi. Etsi etigan Baytul Maqdis aholisi orasida hamma munbarga yig'ilsin. Bugun bizga podshoh tanlaydi ekan, degan xabar tarqaldi. Hech kim podshohning qandoq yo'sinda tanlanishini bilmaydi. Biroq o'zining o'sha tanlanish ichida bo'lishini xohlaydiganlar ko'p edi. Bir soatga bormasdan Shamvil alayhissalomning munbirining atrofi minglarcha odamlar bilan to'ldi. Podshohlik ularga albatta katta sharaf edi. Kuch-quvvatga, ya'ni rahbarlikka hammasi nihoyatda qiziqayotgan edi. Shuning bilan rahbarlikka heris bo'lgan kishilar munbarni o'rib oldi. To'satdan Allohning payg'ambariga yo'l beringlar, degan ovoz anglandi. Shamil alayhissalom odamlar orasidan oldirmay kelib munbarga chiqdi. Hamma kishi jimjitlikka cho'mdi. Ey odamlar, Allohga ibodat qilinglar. Alloh taolo ibodatga loyiq yolg'iz ilohdir. Allohdan qo'rqinglar. Allohning azobi qattiqdir. Sizlarni Allohning azobidan ogohlantirman. Allohning payg'ambarlariga ergishinglar. Bilinglarki, Alloh duoyinglarni ijobat qildi. Alloh taolo menga mushu qavm ichida bir podshoh borligini bildirdi. U Allohdan qo'rqadigan, Allohga itoat qilib, uning elchisiga ergishadigan bir insondir. Alloh taolo shu podshohni o'zi xohlagan vaqtda, xohlagan joyda bizga tunutadi. Podshohning kimligi aniq bo'lganda, uningga Allohning yo'lida itoat qilish sizlarning majburiyatinglardir. Sizlar Alloh taolo tanlagan podshohga itoat qilamsizlar, dedi. Kishilarning hammasi bir ovozda "Itoat qilamiz, itoat qilamiz," deb javob berdi. Shamil alayhissalom podshohlikni orzu qilganlar mening oldimga navbat bilan kelsin, deb qo'lidagi hosini munbarga qo'yib, ehtirom bilan so'ydi. Otamiz Odam alayhissalomga Alloh taolo inoyat qilib bergan hosiga qaranglar. Bu hosini Shuayb alayhissalom ki o'g'li Musa alayhissalomga bergan edi. Bu hosa daryo ustida ko'pikka aylangan va Fir'avn sehrgarlarining saxta yilonlarini ejderha bo'lib yutib olgan edi. Bani Isroilning 12 urug'i suv so'rganda Musa alayhissalom Allohning buyrug'i bilan hosini toshga urib edi. Toshdan 12 tal buloq etilib chiqqan edi. Biz ana shu suvlardan ichib kelyapmiz. Alloh taolo menga: "Ey Shamvil, shu hosiga kimning bo'yi tang kelsa, shu odamni podshohlikka tanlag'in," deb vahiy qildi. Kim podshohlikni xohlasa, bo'yini mushu hosiga tanglasin. Agar bo'yi hosi bilan tang bo'lsa, shu vaqtda uni podshoh deb tan elishinglar kerak. Shunga rozi bo'lamsizlar, dedi. Podshohlikni talab qilganlarning saflari bak uzun edi. Hammasi birdek
rozilik bildirdi. Har bir odam xiyolida hosini bo'yiga tanglashtirib chiqib, Alloh taolo podshohlikqa meni tanlaganmidi deb o'yladi. Eng birinchi bo'lib hosiga bo'yini tanlagan odam podshohlikni talab qilgan tunji odam bo'ldi. Ammo hosi uningdan yerim g'uloch egiz chiqdi. Shu tariqada hosi bilan bo'yini o'lchash boshlandi. Shammil alayhissalom Allohni zikr qilgan peti vaziyatni kuzatib o'ltirdi. Quyosh tik tushganda qalbida podshohlikqa zarracha orzusi bo'lgan insonlarning hammasi hosi bilan bo'yini tanglashtirib chiqdi. Lekin hech kimning bo'yi mo'jiza hosi bilan teng kelolmadi. Odamlar torilib ketdi. Ba'zilar umidsizlandi, ba'zilar hayron bo'ldi. Shammil alayhissalom "Erta saharda yana yig'ilinglar. Podshohni oranglardan yana izlaymiz" dedi. Ikkinchi va uchinchi kuni birinchi kundagidek o'tdi. Kishilarning ko'pinchisi bu mumkin bo'lmaydigan bir ish ekan. Bizga podshoh ham, urush ham kerak emas. Baytul Maqdisni Alloh o'zi qo'g'daydi dedi. Shammil alayhissalom mundaq dedi: "Hukmdorlikqa muhabbati borlarni Alloh xolimidi. Ular podshohlikqa tanlanmadi. Atiganda Baytul Maqdisning yosh qiri erlarini chaqiringlar. Hammasi o'z bo'yini hosi bilan o'lchaydi. Podshohlikni emas, Allohning rizosi va muhabbatini izlagan bandani Allohim bizga podshoh qilib tanlashiga hargiz shubhilanmanglar." 4-chi kuni ham tanlashda hosi hech kimga bo'y bermadi. Bo'yini o'lchamagan biror odam qolmadi. "Oranglardan kim kelmadi? Tafsiliy qaranglar" deb so'radi Shammil alayhissalom. Kishilar orasidan biraylar: "Bir odam kelmadi" dedi. "Nima uchun kelmadi?" "Qo'yi tug'ibdi, shunga kelmadi." Shammil alayhissalom: "Chaqiringlar, men uni kutaman" dedi. Yarim soatlar o'tib, kuch-quvvati urg'ib turgan, bo'yi egiz, soch soqoli qora va uzun, ko'zlari yirik-yirik, yuzida bir xotirjamlik nuri chaqnab turgan, ammo kiyimi ko'ni bo'lgan bir yigitni boshlab keldi. Shammil alayhissalom bu yigitning yuzini aslidi. Vaz nasihatlarda oldida turib, rostchil dili bilan anglayotganligini ko'p ko'rgan edi. Yigit qo'lida yangi tug'ilgan qo'zichoqni ko'tarib olgan edi. Orqasidan qo'zining onasi agishib keldi. Shammil alayhissalom ichida mushu yigit qavmimizning podshohi bo'lsa nima degan yaxshi, inshaalloh deb o'yladi. "Kel ay qo'ychi" dedi mehr bilan. "Ismingni aytqin. Kimsan?" "Sizga Allohning salomi bo'lsin, ey Allohning payg'ambari" dedi qo'ychi yigitlik ovozi bilan. "Sen ham Allohning rahmati yog'sin" dedi Shammil alayhissalomning chehri va qalbi yoshnab.